Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Toshkent viloyati Ohangaronda bir yetarli issiqxonamizga termiz qilish jarayonidamiz. Issiqxonamizga qulpinoyi kelgan ekan. O'shani yig'ishtiradigan qilib kunduz ochib qo'yib kechqurun yopishga mo'ljallab termiz qilib beryapmiz. Kim shunaqa xizmatlarimiz, sifatli xizmatlarimiz kerak bo'lsa murojaat qilasizlar. Nomerlarimiz 99 07 25 75 94 118 61 20 raqamlariga telefon qilasizlar. Xudo xolasa ishimizni tugagan holatda ham videosini qo'yamiz. Issiqxonamiz 1 gektar 20 ta do'ga. Har bittasini oraliqi 7 metrdan, uzunligi 75 metrdan. Oxiriga borganda qisqarib ketadi. Teplisamiz uklonni ikki tomonga olingan hisobiga o'rta koridordan ikkiga bo'lib ochiladigan holatda qilib ochilib yopilishlarini o'rtaga qo'yib beramiz. Lyuketkalarni. Xudo xolasa ertaga lyuketkalarni ham qo'yib bo'lganimizdan keyin videosini chiqaramiz. Issiqxonamizga sistemasi radiatordan har bitta qatoriga 4 ta radiator qo'yilyapti. Radiatorlarimiz Bek Baraka radiatorlaridan. Issiqxonamizga 1-2 qalinlikda donga plas yopilgan. Ichiga terimizga 08 dovon salofan yopilyapti. Rahmat, sog' bo'lasizlar. Like